Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Bugun sizga yurak-qon tomir tizimining eng keng tarqalgan muammolaridan biri gipertoniya, ya'ni yuqori qon bosimi haqida va uni tabiiy yo'l bilan qanday nazorat qilish mumkinligi borasida muhim ma'lumot beraman. Ayniqsa 40 yoshdan oshgan insonlar orasida bu holat tez-tez uchrab turadi. Agar bosh og'rig'i, bosh aylanishi, yurak urishining tezlashuvi yoki tez-tez charchashni sezayotgan bo'lsangiz, bu sizda gipertoniya boshlanayotganidan darak berishi mumkin. Ba'zan bunday holatlarda organizmga qo'shimcha yordam berish foydali bo'lishi mumkin. Ayniqsa tabiiy va kompleks yondashuv sog'likni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli bugun sizga tanishtirmoqchi bo'lgan vositam Gipertofort. Gipertofort bu yuqori qon bosimini me'yorga keltirishda va yurak-qon tomir tizimini qo'llab-quvvatlashda yordam beruvchi tabiiy vosita bo'lib, u o'z tarkibida kimyoviy moddalarni emas, balki faqatgina o'simlik ekstraktlarini saqlaydi. Ushbu mahsulot yurak faoliyatini qo'llab-quvvatlash, bosimni tabiiy ravishda barqarorlashtirish, stressni kamaytirish va organizmning umumiy holatini yaxshilash uchun ishlab chiqilgan. Gipertofort tarkibida ginkgo biloba, qoraqush mevalari, tog'olcha, valeriana ildizi, limon o'ti, qarg'abota, arslon quyruq va yalpiz kabi tabiiy o'simliklar mavjud bo'lib, ular organizmni tinchlantiradi. Asab tizimini muvozanatga keltirishga yordam beradi va qon aylanishini qo'llab-quvvatlaydi. Bu kapsulalarni qabul qilgach, siz bosimning asta-sekin normallashayotganini, bosh og'rig'i va bosh aylanishi kamayganini, uyqu sifati yaxshilanganini va yurak urishining me'yorlashayotganini sezishingiz mumkin. Gipertofortni doimiy ravishda foydalanish orqali bosim bilan bog'liq noqulayliklarni yengillashtirish, o'zingizni bardavom va yengilroq his qilish mumkin bo'ladi. Ko'plab shifokorlar ushbu vositani o'z bemorlariga tavsiya qilishmoqda. Chunki u bir necha klinik kuzatuvlarda ishtirok etgan va foydalanuvchilarning aksariyati mahsulotdan ijobiy taassurot olgan. Ayniqsa dorilarga sezuvchanligi bor insonlar yoki tabiiy vositalarni afzal ko'ruvchilar uchun bu yaxshi variant bo'lishi mumkin. Gipertofortni qabul qilish juda oson, kuniga 1 yoki 2 marta ovqatdan keyin suv bilan ichish kifoya. Yaxshi natijalarga erishish uchun uni kamida 30 kun davomida muntazam qabul qilish tavsiya etiladi. Ko'p hollarda dastlabki o'zgarishlar bir necha kun ichida sezila boshlaydi. Masalan, tinch uyqu, engillashgan bosh va yaxshilangan kayfiyat orqali buni sezishingiz mumkin. Agar siz ham qon bosimi bilan bog'liq muammolar sizni charchatganini sezayotgan bo'lsangiz, o'zingizga va sog'ligingizga e'tibor berish vaqti keldi. Gipertofort bu yuragingiz uchun tinchlik, tanangiz uchun esa qulaylik olib kelishga yordam beruvchi tabiiy qo'llab-quvvatlovchi vosita. Agar siz mahsulot haqida batafsilroq ma'lumot olishni yoki aynan hozir maxsus taklif asosida buyurtma berishni istasangiz, videoning tavsif qismidagi havolani bosing. Unutmang, sog'liq eng katta boyligimiz. Oz vaqtida e'tibor qaratish orqali kelajakdagi noxushliklarning oldini olish mumkin. Diqqat bilan eshitganingiz uchun tashakkur. Sog' salomat bo'ling.